Ishonish qiyin, lekin Xitoy hukumatining aytishiga ko'ra, endi ularga chiqindi yetishmayapti. Ha, adashmadingiz. Ayrim shaharlarda eski cho'kindi poligonlarni qazib chiqmoqda. Boshqalari esa qo'shni shaharlardan musor sotib olmoqda. Negaki, ilgari chiqindilar ifloslanishning eng katta muammosi edi. Keyin esa ular juda aqlli g'oya topdi. Chiqindilarni maxsus elektrostansiyaga tashlab, energiyaga aylantirish. Bu insenatorlar zararli gaz chiqarmaydi. Qolgan pul esa sement ishlab chiqarish va yo'l qurilishiga ishlatiladi. Natijada shaharlardagi musor muammosi tubdan hal bo'ladi. Bugun Xitoyda 100 dan ortiq shunday stansiyalar bor. Ular kuniga 800 ming tonna chiqindi yoqadi. Har tonnasi 200-500 kilovat elektr energiya beradi va 15-40 dollar foyda keltiradi. Endi esa musor shunchalik qimmatbaho bo'lib qoldiki, elektr stansiyalar ham tonnasi uchun taxminan 7 dollar to'laydi. Endi savol, sizningcha dunyoning qaysi mamlakatiga bunday texnologiya kerak deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.